O'zbekiston! So'nggi yillarda davlatimiz rahbari tomonidan jamiyatimizning barcha jabhalari qatorida mudofaa va xavfsizlikni ta'minlash sohasida ham keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Ana shu ijobiy o'zgarishlar doirasida Davlat xavfsizlik xizmatining maxsus o'quv poligoni infratuzilmasi takomillashtirilib, yangi o'quv va maishiy obyektlar barpo etildi. Eng asosiysi bugungi kunda o'quv markazida bizlar qurolli kuchlar tizimidagi askar va jangchilar bilan hamkorlikda o'quv mashg'ulotlarimizni o'tkazish qobiliyatiga ega bo'ldik. Olib borilgan qurilish va rekonstruksiya ishlari natijasida o'quv obyektlari soni 3 baravarga oshirilib, poligonda bir vaqtning o'zida 800 nafar harbiy xizmatchi shug'ullanishi mumkin. Bundan tashqari, poligonda harbiy xizmatchilar uchun 200 kishilik oshxona va yotoqxonalar yangidan qurilib, shaxsiy tarkibning murakkab amaliy o'quvlaridan keyin dam olish va hordiq chiqarishi uchun yetarlicha sharoitlar yaratildi. Biz xizmat qilgan davrda bunchalik holatda emas edi. Hozirgisi haqiqatdan ham juda zamonaviy, haqiqiy jangga yaqin holatda harbiy xizmatchilarni tayinlangan o'quv nuqtalari bor, dunyo standartlariga javob beradigan holatga keltirishibdi. Juda ham xursand bo'lib, ko'rib hayron qolyapmiz. Ya'ni harbiy xizmatchilar kelib bu yerda mashqlarni o'tib, jismoniy yuklamalarni olgandan keyin borib yotoqxonada bemalol o'zlariga kelib, hordiq chiqarib, dam olib, keyingi kundagi mashg'ulotga tayyorgarlik ko'rishi mumkin. Imkoniyatlar juda ham yaxshi chiroyli yaratadi. Bugun dunyo va mintaqada kuzatilayotgan qurolli to'qnashuvlar va harbiy mojarolar tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, maxsus bo'linmalarning tayyorgarligini yanada takomillashtirish, sohada qo'llanilayotgan yangi taktik usul va uslublarni muntazam amaliyotga tatbiq etib borishni vaqtning o'zi taqozo etmoqda. Jumladan, poligonda taktik va maxsus taktik tayyorgarlik bo'yicha mutlaqo yangi o'quv obyektlari yaratilib, unda harbiy xizmatchilar tunnellar, yer osti yo'llari va okoplarda jang olib borish bo'yicha amaliy ko'nikmalarni oshirish bilan bir qatorda ekstremal vaziyatlarda tezkor qaror qabul qilish va turli ruhiy bosimlarga bardoshlilik sifatlarini yanada kuchaytirishga erishiladi. Dronodrom o'quv joyida esa turli rusumdagi uchuvchisiz uchish apparatlarini real sharoit va vaziyatdan kelib chiqqan holda samarali qo'llash hamda undan himoyalanish bo'yicha mashg'ulotlar tashkil etiladi. Xulosa o'rnida aytganda, mazkur dala o'quv maydoni zamonaviy xavf-xatar va tahdidlarga qarshi samarali kurasha oladigan, o'z kasbining haqiqiy professionallarini tayyorlash, ularning malaka va ko'nikmalarini yanada rivojlantirish pirovardida mamlakatimiz xavfsizligini ta'minlashda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.